Assalomu alaykum. Yana o'sha noto'g'ri kesishlar haqida bo'ladi. Mana hozir mana shu dehqonimiz ham o'rtacha bir 30-40 kilo kamida olyapsizmi desam, yo'q, 10 kilo ham olmadim dedilar. O'rtacha endi. Endi nima sabab ekan deb dalaga kirsak, mana sababi aniq. Demak, bu faqat erkak kurtak qilingan. Xo'sh, erkak kurtaklar noto'g'ri olinavergan mana. Noto'g'ri olinaverish natijasida daraxt hosildan qolib ketgan. Chunki bu erkak kurtaklar yeb bo'ladi. Hamma narsani yeb, bemalol kuchini olib daraxtni mana. Kuchini olib bo'ladi. Mana. Uchun o'sha shakl berish davrida salgina e'tiborli bo'lishlarini so'raymiz. Hurmatli dehqonlar, hurmatli limonga shakl beruvchi. Endi ularni tadbirkor deyishga majburmiz, chunki qo'lida hunari bor. Mana hurmatli tadbirkorlar, nima bo'lganda ham biz e'tiborliroq bo'lishimizga to'g'ri keladi. Chunki mana shu narsalar o'z vaqtida to'g'ri kesilganda shu daraxtlarimiz hech bo'lmasa 10 kilo, 20 kilo hosil bergan bo'lishi kerak. Yoshi kamida mana 8 atrofida, 7 atrofini ko'rgan. E'tiborlar uchun